Bugun men ko'pchilikni qiynayotgan eng muhim savolni tushuntiraman. Prezident tomonidan ajratilayotgan 25 million so'm pulni kim oladi? Qanday oladi? Qayerga murojaat qiladi? Va nimalarga aldanmaslik kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki kimdir haqiqatan ham yordamga muhtoj, kimdir hujjatni noto'g'ri topshirib puldan quruq qoladi. Yana kimdir men sizga chiqarib beraman degan firibgarlarga ishonib qoladi. Shuning uchun hozir diqqat bilan eshiting. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Men avvalo bitta narsani aniq qilib aytaman. Davlat tomonidan beriladigan har qanday pul, nafaqa, moddiy yordam yoki kompensatsiya o'z-o'zidan hamma fuqaroga bir xil tarzda tarqatilmaydi. Ko'pchilik prezident 5 million beryapti ekan, demak hamma borib olsa bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Bunday to'lovlar odatda aniq toifalarga, aniq mezonlarga va aniq ro'yxatlarga qarab beriladi. Ya'ni sizning oilaviy ahvolingiz, daromadingiz, ijtimoiy holatingiz, ro'yxatda turishingiz, mahalladagi ma'lumotlaringiz va davlat bazalaridagi holatingiz tekshiriladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p masalalar mahalla orqali, qog'oz ariza orqali, odamning o'zi borib tushuntirishi orqali hal qilinardi. Masalan, bir oila moddiy yordam so'rasa, mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi yoki boshqa mas'ullar oilaning holatini o'rganardi. Uyga borib ko'rardi, nechta farzandi bor, kim ishlaydi, kim ishlamaydi, nogironligi bor yo'qligi, qarovchisi bormi, daromadi yetadimi, shular aniqlanardi. Keyin komissiya qaror chiqarardi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ko'p jarayonlar elektron bazalar bilan bog'landi. Ya'ni sizning ish joyingiz, rasmiy daromadingiz, pensiya yoki nafaqa olishingiz, avtomobilingiz, uyingiz, kreditlaringiz, soliq ma'lumotlaringiz va boshqa ko'rsatkichlar davlat tizimlarida ko'rinishi mumkin. Bu yaxshi tomoni shundaki, haqiqatda muhtoj oilani aniqlash osonlashadi. Lekin muammo ham bor. Bazada xato ma'lumot bo'lsa, siz haqiqatda muhtoj bo'lsangiz ham rad javobi olishingiz mumkin. Masalan, sizning nomingizda eski avtomobil bor, lekin u yaroqsiz yoki allaqachon sotilgan. Ammo hujjatda hali sizda turibdi. Yoki turmush o'rtog'ingiz rasmiy ishda ko'rinadi. Lekin amalda ish haqi juda kam. Shuning uchun men har doim aytaman. Pulni olishdan oldin odam o'z hujjatlarini va bazadagi holatini tartibga keltirishi kerak. Endi eng muhim joyiga o'tamiz. 20 million so'm haqida gap ketganda, avvalo uning qaysi dastur, qaysi qaror yoki qaysi to'lov turi doirasida berilayotganini aniqlash kerak. Chunki bir joyda bu moddiy yordam bo'lishi mumkin. Boshqa joyda yoshlar yoki ayollar daftaridagi fuqarolarga ko'mak bo'lishi mumkin. Yana boshqa holatda kambag'allikni qisqartirish, bandlik, o'qish, kasb-hunar yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq to'lov bo'lishi mumkin. Men sizga umumiy va amaliy tushunarli tartibni aytaman. Qayerda prezident puli 2 million yordam. Moddiy ko'mak degan gap chiqsa, birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu pul qaysi toifaga beriladi? Odatda bunday yordamdan birinchi navbatda kam ta'minlangan oilalar, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganlar. Ayollar daftari, yoshlar daftari yoki temir daftarda turganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, og'ir ijtimoiy ahvoldagi fuqarolar, ko'p farzandli oilalar. Vaqtincha daromadsiz qolganlar yoki favqulodda sabab bilan qiynalib qolganlar foydalana olishi mumkin. Lekin yana qaytaraman, hammasi aniq dasturning shartlariga bog'liq. Masalan, birinchi misol, oilada ota ishlamayapti. Ona uyda 3 ta farzandni parvarish qilyapti. Eng kichik bola 2 yoshda. Oila ijara uyda yashaydi. Rasmiy daromad yo'q yoki juda kam. Bunday oilada real ehtiyoj bor. Agar ular mahallaga murojaat qilib, daromad holatini, ijara sharoitini, bolalar sonini, xarajatlarini ko'rsatsa, moddiy yordam olish imkoniyati yuqori bo'lishi mumkin. Lekin ular hech qayerga murojaat qilmasa, menga avtomatik tushadi deb kutib o'tirsa, pul chiqmasligi mumkin. Ikkinchi misol. Bir fuqaro, men ham 20 million olishim kerak deydi. Lekin uning nomida 2 ta mashina bor, rasmiy ish haqi bor, uyda doimiy daromad oladigan 2 kishi bor. Bunday holatda yordam rad etilishi tabiiy. Chunki davlat yordami birinchi navbatda muhtojlik mezoniga qaraydi. Odam menga ham kerak deyishi boshqa narsa, tizimda bu oila haqiqatan ham yordamga muhtoj deb baholanishi boshqa narsa. Uchinchi misol. Yolg'iz ona 2 farzandini katta qilyapti, aliment olmaydi. Rasmiy ishga joylashmagan, vaqtincha tikuvchilik qilib ozgina daromad topadi. Agar u ayollar daftariga kiritilgan bo'lsa yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali muhtoj deb topilgan bo'lsa, moddiy ko'mak olish imkoniyati bo'lishi mumkin.
Lekin bu yerda ham hujjat muhim. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, aliment bo'yicha ma'lumot, yashash joyi, daromad holati aniq bo'lishi kerak. 4-misol, yosh yigit ish qidiryapti, kasb o'rganmoqchi, lekin kursga pul topolmayapti. Ayrim dasturlarda yoshlarni kasbga o'qitish, asbob uskuna berish yoki bir martalik yordam ajratish bo'lishi mumkin. Bu ham prezident yordami deb og'izdan og'izga yurishi mumkin. Lekin u naqd pul shaklida beriladimi? Kurs puli to'lanadimi? Sertifikat uchunmi? Yo'l xarajati uchunmi? Buni aniqlash kerak. Shuning uchun yoshlar masalasida Yoshlar ishlari agentligi mahalladagi yoshlar yetakchisi yoki hokim yordamchisi bilan gaplashish muhim. 5-misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro doimiy dori-darmon oladi, lekin pensiyasi yetmaydi. Bunday shaxs ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilishi, tibbiy hujjatlarni, nogironlik guvohnomasini, xarajatlarni tasdiqlovchi ma'lumotlarni ko'rsatish kerak. Ba'zan yordam pul ko'rinishida, ba'zan dori, reabilitatsiya vositasi yoki boshqa xizmat ko'rinishida beriladi. Demak, odam faqat 50 millionni bering deb emas. Mening real ehtiyojim mana shu deb asos bilan murojaat qilish kerak. Men buni juda oddiy tushuntiraman. Agar oilangizda daromad yetarli bo'lmasa, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, dori-darmon, ijara, bolalarning o'qishi kabi xarajatlar og'irlik qilayotgan bo'lsa, siz albatta holatingizni tekshirtirishingiz kerak. Ayniqsa oilada nogironligi bor shaxs, yolg'iz ona, o'quvchisini yo'qotgan farzand, ishsiz ota-ona, ko'p farzand, kasallik yoki favqulodda xarajat bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilishdan tortinmang. Lekin agar sizning oilangizda barqaror daromad bo'lsa, rasmiy ish haqi yaxshi bo'lsa, mulk va transport vositalari ko'p bo'lsa, boshqa ijtimoiy yordamlar olib turgan bo'lsangiz, 20 million so'mni ham oladi degan gapga ishonmang. Bunday holatda rad javobi kelishi mumkin. Bu adolatsizlik degani emas, bu yordamning maqsadi boshqacha degani. Pul birinchi navbatda eng muhtojlarga yetib borishi kerak. Yana bir muhim jihat bor. Ba'zi odamlar qo'shnim oldi, men olmadim deb xafa bo'ladi. Lekin qo'shning holati siznikidan boshqacha bo'lishi mumkin. U ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin. Uning oilasida nogiron farzand bo'lishi mumkin. Daromadi siznikidan past bo'lishi mumkin. Qarzdorligi yoki tibbiy xarajati bo'lishi mumkin. Tashqaridan qaraganda hamma bir xil ko'rinadi. Lekin hujjat va mezonlar bo'yicha farq katta bo'ladi. Shuning uchun men har doim odamga qo'shni bilan solishtirishni emas, o'z holatini hujjat bilan isbotlashni maslahat beraman. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat ro'yxatga kiritilish. Agar siz temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki ijtimoiy reyestrga kiritilmagan bo'lsangiz, ayrim yordamlar sizga avtomatik berilmasligi mumkin. Bu degani siz umuman yordam ola olmaysiz degani emas. Bu degani avval holatingiz o'rganilishi, keyin tegishli ro'yxat yoki tizimga kiritilish masalasi ko'rib chiqilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat rasmiy daromad. Ba'zi odamlar mening daromadim yo'q deydi. Lekin ba'zida uning nomiga yakka tartibdagi tadbirkorlik ochilgan yoki korxonada ishchi bo'lib ko'rinadi yoki bank aylanmalari bor. Tizim buni ko'rib, oilani muhtoj emas deb chiqarishi mumkin. Agar tadbirkorlik faoliyati amalda yurmayotgan bo'lsa, uni qonuniy tartibda yopish yoki holatni aniqlashtirish kerak. Agar ish joyida ko'rinsangiz, aslida ishlamayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi bilan hujjatni to'g'rilash kerak. Uchinchi nozik jihat mulk masalasi. Nomida uy, yer, mashina bo'lgan odam avtomatik rad etiladi deb aytish ham noto'g'ri. Chunki hamma holat alohida baholanadi. Masalan, odamning bitta eski uyi bor, oilasi o'sha uyda yashaydi. Daromadi past. Bu boshqa masala. Lekin nomida qimmat mashina, qo'shimcha uy, ijaraga beriladigan mulk bo'lsa, bu yordamga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun mulk borligi ham uning qiymati va oilaning real ehtiyoji ham inobatga olinadi. 4-nozik jihat bir martalik yordam bilan doimiy nafaqani adashtirmaslik kerak. 20 million so'm bir martalik to'lov bo'lishi mumkin. Bu har oy beriladi degani emas. Ayrimlar bir marta pul tushgandan keyin endi har oy tushadi deb o'ylaydi. Yo'q, agar to'lov bir martalik bo'lsa, u faqat bir marta beriladi. Doimiy nafaqa esa boshqa tartibda, boshqa mezonlar asosida tayinlanadi. 5-nozik jihat. Karta masalasi. Pul ko'pincha bank kartasiga tushiriladi. Agar kartangiz bloklangan bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa, boshqa odam nomida bo'lsa yoki bank rekvizitlari noto'g'ri berilgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Men ko'p ko'rganman. Odam pulim tushmadi deydi. Aslida ariza qabul qilingan, lekin karta ma'lumotida xato bor. Shuning uchun murojaat qilganda telefon raqam, pasport ma'lumotlari, karta raqami
bank nomi va hisob egasi aniq bo'lishi kerak. 6 nozik jihat firibgarlik. Hozir 20 million chiqarib beraman, oldindan 1 ming tashlang. Pasportda rasmingizni yuboring, SMS kodini ayting, kartangizni menga bering deganlar ko'payadi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod bermang, karta parolini bermang. Pasportingizni begona odamga yubormang, oldindan pul to'lamang. Davlat yordami uchun pora yoki xizmat haqi talab qilinmaydi. Agar kimdir men tanish orqali chiqaraman desa, bu juda xavfli signal. Rasmiy murojaat mahalla ijtimoiy himoya organlari, davlat xizmatlari yoki tegishli tashkilotlar orqali bo'ladi. 7-nozik jihat arizani noto'g'ri yozish. Odamlar ko'pincha arizada yordam kerak deb ikki og'iz yozadi. Bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Arizada vaziyat aniq tushuntirilishi kerak. Oilada nechta odam bor? Kim ishlaydi, kim ishlamaydi? Oylik daromad qancha? Asosiy xarajatlar nimalar? Qanday sabab bilan yordam so'ralmoqda? Masalan, mening oilamda 5 nafar a'zo bor. Turmush o'rtog'im vaqtincha ishsiz. 2 nafar farzand maktabda o'qiydi. Onam nogironligi sababli dori-darmon xarajati bor. Ijara uchun oyiga 1 million so'm to'laymiz deb yozilsa, vaziyat ancha tushunarli bo'ladi. Endi men sizga bosqichma-bosqich nima qilishni aytaman. Birinchi qadam, avvalo o'zingizning holatingizni baholang. Siz haqiqatan ham muhtojmisiz? Oilangizda daromad yetmayaptimi? Bolalar, nogironlik, kasallik, ijara, ishsizlik, boquvchini yo'qotish kabi asoslar bormi? Agar asos va keyingi bosqichga o'ting. Ikkinchi qadam, mahallaga boring. Mahalladagi mas'ullarga og'zaki gapirib ketish bilan cheklanib qolmang, ariza yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pasport ma'lumotlaringiz va yordam so'rash sababingizni yozing. Prezident tomonidan ajratilayotgan ilk 1 million so'm moddiy yordam masalasida oilaviy va ijtimoiy holatimni o'rganib, belgilangan tartibda ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mazmunida yozish mumkin. Lekin arizada yolg'on ma'lumot yozmang. Yolg'on ma'lumot keyinchalik muammo keltirishi mumkin. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta nusxasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikohga ajrim hujjati, nogironlik guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjat, ishsizlik yoki daromad haqida ma'lumot. Ijara shartnomasi bo'lsa, uning nusxasi, tibbiy xarajatlar bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjatlar boshqacha bo'ladi, lekin asosiy maqsad bitta, sizning ehtiyojingizni isbotlash. 4-qadam, oilaviy daromadni aniq ko'rsating. Masalan, uyga 2 million so'm kiradi desangiz, uni kim topadi? Qayerdan topadi? Barqarormi yoki vaqtinchalikmi? Shuni tushuntiring. Agar oila 5 kishidan iborat bo'lsa va oyiga 2 million kirsa, bu har bir odamga 400 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu oziq-ovqat, kommunal, transport, kiyim-kechak va dori-darmon uchun yetmasligi mumkin. Mana shunday hisob-kitoblar komissiyaga vaziyatni tushunishga yordam beradi. 5-qadam, murojaatni ro'yxatdan o'tkazing. Arizani topshirganda qabul qilindi degan belgi, ro'yxat raqami yoki mas'ul shaxsning ma'lumotini bilib oling. Chunki keyin men topshirgandim deb isbotlash qiyin bo'lmasin. Agar elektron shaklda murojaat qilsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Telefoningizga kelgan SMS yoki elektron javoblarni o'chirmang. 6-qadam, holatingiz o'rganilishini kuting, lekin befarq bo'lmang. Ba'zan mas'ullar uyga kelib yashash sharoitini o'rganadi. Uyda kim yashaydi, qanday sharoitda yashaydi, daromad manbasi qanday, shu savollar berilishi mumkin. Bu jarayonda asabiylashmasdan aniq javob bering. Agar biror hujjat yetishmasa, o'lib kelaman deb muddatini kelishib oling. 7-qadam, rad javobi kelsa, sababini so'rang. Ko'pchilik rad javobini eshitib, hammasini tashlab qo'yadi. Men bunday qilishni maslahat bermayman. Rad etilgan bo'lsa, nima sababdan rad etilganini bilish kerak. Masalan, daromad yuqori ko'ringan, ro'yxatda yo'q, hujjat yetishmagan, mulk borligi aniqlangan, ariza noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Sababni bilsangiz, xatoni tuzata olasiz. 8-qadam, kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Agar siz haqiqatda muhtoj bo'lsangiz, lekin murojaatingiz e'tiborsiz qolgan bo'lsa, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, hokimlik, xalq qabulxonasi yoki tegishli rasmiy portal orqali murojaat qilishingiz mumkin. Lekin shikoyat ham dalil bilan bo'lsin. Ariza nusxasi, ro'yxat raqami, rad javobi, hujjatlar, oilaviy holatni tasdiqlovchi ma'lumotlarni ilova qiling. 9-qadam, pul tushgach, uni maqsadli ishlating. Men bu gapni shunchaki aytmayapman. Agar yordam sizga dori-darmon, oziq-ovqat
bolalar ehtiyoji qarz yoki ijara sababli berilgan bo'lsa, uni aynan eng zarur narsaga sarflash kerak. Chunki keyingi safar holatingiz o'rganilganda yordamdan qanday foydalanganingiz ham umumiy bahoda ko'rinishi mumkin. Eng muhimi, bu pul muammoni biroz yengillashtirish uchun beriladi. Uni tasodifiy xarajatga sarflab yuborish to'g'ri emas. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni sanab o'taman. Birinchi xato, odam faqat mish-mishga ishonadi. Falon kuni hamma olarkan, pasportni yuborsang bo'ldi. Mahallaga bormasdan ham tusharkan degan gaplar har doim ham to'g'ri emas. Rasmiy manbadan tekshirish kerak. Ikkinchi xato, hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Agar ro'yxat shakllanayotgan bo'lsa yoki ariza qabul qilish muddati bo'lsa, kechikkan odam imkoniyatni boy berishi mumkin. Shuning uchun xabar eshitgan zahoti mas'ul tashkilotdan aniqlashtiring. Uchinchi xato, telefon raqamini o'zgartirib yuborish. Ko'p xabarnomalar SMS orqali keladi. Agar arizada eski raqam turgan bo'lsa, siz chaqiruvni yoki javobni ko'rmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun murojaatda doim ishlaydigan telefon raqamini yozing. To'rtinchi xato, boshqa odam nomidagi karta berish. To'lovlar odatda ariza beruvchi yoki tegishli shaxs nomidagi hisobga tushishi kerak. Boshqa odamning kartasini berish keyin tushunmovchilik keltiradi. Ayniqsa qarindosh, qo'shni yoki tanish kartasiga pul tushirishdan ehtiyot bo'ling. Beshinchi xato, norasmiy vositachiga ishonish. Men mahallada tanishman, sizni ro'yxatga kiritib qo'yaman degan odamga pul berish mumkin emas. Agar sizdan pul so'ralsa, bu haqda tegishli organlarga xabar berish kerak. Davlat yordami uchun haq olinmaydi. 6-xato, o'z huquqini bilmaslik. Agar sizga qo'pol muomala qilinsa, arizangiz qabul qilinmasa, sababsiz rad etilsa, siz yozma javob so'rashga haqlisiz. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan to'xtab qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyingi murojaatda dalil bo'ladi. 7-xato, oiladagi real holatni yashirish. Ba'zi odamlar mashinam borligini aytmasam bo'ladi. Daromadni yashirsam yordam chiqadi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Tizim ko'p narsani ko'radi. Yolg'on ma'lumot aniqlansa, yordam rad etilishi, hatto qaytarish talabi yoki boshqa javobgarlik masalalari kelib chiqishi mumkin. To'g'ri yo'l. Bor holatni aniq ko'rsatish va nima uchun baribir yordamga muhtoj ekaningizni asoslash. Demak, ilgari 1 million so'mni olishning eng to'g'ri yo'li shunday. Avval to'lovning qaysi dasturga tegishli ekanini aniqlaysiz. Keyin o'zingizning to'yfangiz mos keladimi, yo'qmi tekshirasiz. Mahallaga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga ariza bilan murojaat qilasiz. Hujjatlarni to'liq topshirasiz. Arizangiz ro'yxatdan o'tganini nazorat qilasiz. Javobni kutasiz. Rad etilsa sababini yozma yoki aniq shaklda bilib olasiz. Bu jarayon sabr talab qiladi, lekin hujjat to'g'ri bo'lsa va holat asosli bo'lsa, imkoniyat ancha oshadi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Bu pulni olish uchun hech kimga pora bermang, hech kimga karta parolini bermang, SMS kodni aytmang, pasportingizni har kimga yubormang. Rasmiy yo'l bilan qilinsa, siz o'zingizni ham, pulingizni ham, hujjatlaringizni ham himoya qilasiz. Eng muhimi, yordam haqiqatan ham muhtoj odamlarga yetib borish kerak. Agar siz shunday toifaga kirsangiz, uyalmasdan murojaat qiling. Davlat yordami so'rash uyat emas, lekin uni olishda halol va hujjatli yo'l tutish shart. Bugun men sizga prezident tomonidan ajratilayotgan 1 million so'm yordam masalasida eng muhim jihatlarni oddiy tilda tushuntirdim. Kimlar olishi mumkin, kimlar ola olmasligi mumkin, qanday hujjatlari kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday xatolardan saqlanish kerak va firibgarlardan qanday himoyalanish kerak. Sizdan iltimos, bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham ayting, chunki bitta to'g'ri maslahat bir oilaning muammosini yengillatishi mumkin. Agar sizning hududingizda bu yordam bo'yicha boshqa tartib aytilayotgan bo'lsa yoki siz allaqachon murojaat qilib javob olgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va keyingi tushuntirishlarni o'tkazib yubormaslik uchun kuzatib boring.